ko'p o'quvchilarimiz xato qo'llaydigan top 3 ta fe'lni ko'rib chiqamiz. Birinchisi tushunmak fe'li. Tushunmak fe'lini ko'p o'quvchilarimiz yozilishiga qarab tushunmoq fe'l ma'nosida qo'llab ketishadi, lekin tushunmak fe'lining tarjimasi tushunmoq emas, o'ylamoq. Misol uchun, gece gündüz sertifika almayı düşünüyorum. Tunu kun sertifikat olishni o'ylayapman. Tushunmoq fe'li esa turk tilida anglamak ma'nosida bo'ladi. Ikkinchisi olmak fe'li. Bu fe'lni ham yozilishiga qarab ko'p o'quvchilarimiz xato qo'llashadi. Olmak fe'li o'zbek tilidagi olmoq fe'liga o'xshasa ham, lekin tarjimasi umuman boshqa. Olmak fe'lining tarjimasi olmoq emas, bo'lmoq. Misol uchun, ben pilot oldum tarjimasi men uchuvchi bo'ldim. Olmoq fe'li esa turk tilida almak bo'ladi. Uchinchisi dushmak fe'li. Dushmak fe'li ham yozilish jihatdan o'zbek tilidagi tushmoq fe'liga o'xshasa ham, lekin tarjimasi umuman boshqa. Dushmak fe'lining tarjimasi bu tushmoq emas, yiqilmoq. Misol uchun, ben merdivenden düştüm tarjimasi men zinadan yiqildim. Tushmoq fe'li esa turk tilida inmak ma'nosida bo'ladi. Siz shu fe'llardan qaysi birini xato qo'llagansiz? Izohlarda yozib qoldiring. Ma'ni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lishni unutmang.